Qumtor masalasida Qirg'izistonning manfaati birinchi o'rinda bo'ladi. Bu haqda hukumat rahbari Temir Sariyev 3-fevralda Jo'g'ir Kengashdagi ko'pchilik koalitsiyaning yig'inida bildirdi. Hukumat apparatining ommaviy axborot vositalari bilan ishlash bo'limidan xabar qilinganiday, Premyer ministr Temir Sariyev Qumtor konining atrofidagi ahvol bo'yicha Centerra Gold kompaniyasining vakillari bilan so'zlashuvlar olib borganini ma'lum qildi. Uchrashuvda Qumtor atrofidagi masalalar bo'yicha qattiq talab qo'yilganini bildirdi. Premyer ministr Centerra Gold kompaniyasining direktorlar kengashi qo'shimcha emissiya chiqarish bo'yicha qaroriga qarshi ekanini bildirib, so'zlashuvlarda Qirg'izistonning ekologik va iqtisodiy manfaatlariga javob berish zarur ekanligini bildirdi. Endi Qirg'iziston Yevroittifoqqa 6000 turdan oshiq mahsulotlarni bojxona solig'isiz eksport qila oladi. Bu imkoniyat Yevrosoyuzning o'lkaga imtiyoz maqomini berishi ortidan yuzaga keldi. Bunga ko'ra, Qirg'iziston tadbirkorlari qishloq xo'jalik mahsulotlarini, oziq-ovqat, gazlamalar, kigizdan tayyorlangan buyumlarni eksport qila oladi. Biroq bizning sanoatda ishlab chiqarilgan mahsulotlar Yevroittifoq talablariga javob bera oladimi? Bu savolga muxbirimiz javob izlab ko'rgan. O'tgan yilning shu vaqtlarda meva sabzavotlarning narxi qimmat sotilgan. Sotuvchilar o'tgan yilda narx qimmat bo'lishiga qishloq xo'jalik mahsulotlari oz yetishtirilganligi bilan izohlashgan edi. Joriy yilda esa narxlar 2 barobarga arzon. 10 so'm bardiq. Sayoz, piyaz, kartoshkalarning bardiq senalari optimda 10 so'm. Chet bozorlarda 15 dan sotiladi. Yildaga solishtirmali o'ta arzonlab ketdi, arzon. Joriy yilda dehqonlar Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo davlatlarga qishloq xo'jalik mahsulotlarini eksport qilamiz degan niyatda o'tgan yillarga nisbatan mahsulotlarni ko'p yetishtirishgan, lekin ular kutganday natija bo'lmay, sarflangan chiqimlar oqlanmay qolgan. Misoli, bu yil kapustani 5 so'mdan urug'ini olsa, kapustani kerak bo'lsa kel 1 so'mdan tarqatib ketdi-da, anani o'ylayman, dehqonlarga qiyin. Ekkan dehqonlarga qiyin, biroq aluvchi, sotuvchilarga o'ta arzon, eng foydali narsa bu. Dehqonlar yetishtirgan hosilni Yevropa davlatlariga eksport qilish uchun yana bir imkoniyat yaratildi. Sababi Yevro uyushma tomonidan umumiy imtiyoz tizimini foydalanish maqomi berildi. Mazkur maqom rivojlanib kelayotgan davlatlarga berilib, savdoda qo'shimcha yordamlar beriladi. Biz shu 6000 naymoniyaga kirgan tovarlarni Yevropa birligining o'lkalarini, jana Turkiyaga biz poşinası yo'q, emasi yo'q, nulyovoy stavka bilan olib kirganga mumkinchilik olib, bu mumkinchilikni birga biz Qirg'iziston foydalanmasdan bizden o'sha Евразиялық ekonomikалық birlikka kirgan o'lkalarning ishkerlari dag'i foydalangan mumkinchilik ochilib. Lekin davlatdagi ishlab chiqaruvchilarning mahsulotlarini Yevro uyushmaning talablariga moslashtirish masalasi bor. Sababi davlat qishloq xo'jalik mahsulotlarining sifatini nazoratdan o'tkazgan laboratoriyalarni qurish muammo bo'lmoqda. Qirg'izistonda laboratoriyalar dönüktürü, şu veterinarlık xizmat dönüktürü, fitosanitarlık xizmatlar dönüktürü, oşonda öyle bizim dehqonlarning sapatlı produksiyasini öndürүүгө бұл түрткү болот деп ойлойм. Biz жаңы sapatga, жаңы dengeyga көтөрүлүшүбүz керек. Yevropa uyushmasi berilgan imtiyoz tashqi eksportni ko'paytirishga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Yevropa iqtisodiy ittifoqiga nisbatan Yevro uyushmada talablar yuqori. Unga ko'ra Yevropaga eksport qilinuvchi mahsulotlarning 90% Qirg'izistonda yetishtirilishi kerak. Tahlilchilarning so'zlariga ko'ra, mazkur imtiyoz butun Yevropa bozoriga yo'l ochadi. Yevro birimdiktин рыногун толук камтыганга мүмкүнчүлүк жок айыл чарба продукциясы менен. Бирок эле ошол эле учурда биз аны кымбат баада сатууга кандайдыр бир деңгээлде аз да болсо биздин жанагы агрардык сектордо эмгектенген элибиздин дыйкандардын мүмкүнчүлүктөрүн ошо дагы кеңейткенге болот эле да. 2015-yilning 18-martida Iqtisod ministrligi tomonidan Yevro uyushmaga imtiyozlar tizimini berish taklifi bilan murojaat qilingan edi. Ayni damda taklif qabul qilinib, maqom berilganda eksportni ko'paytirib, imkoniyatdan to'g'ri foydalanish kerakligini mutaxassislar aytishadi. Madina Ulug'bek qizi Ermak Murodbek o'g'li Azam Buzregov, Intimaq.
Oila va nikoh o'qitish institutini mustahkamlashga yo'naltirilgan qonun loyihasini taklif etish bilan deputat Aida Salyanova Qirg'iziston Respublikasi Oila kodeksiga va Qirg'iziston Respublikasi Jinoyat va jazo kodeksiga o'zgartirishlar kiritishni taklif qilmoqda. Bu tarmoqda batafsil ma'lumotlar bergan xalq vakili 3 fevralda parlament radiosining bevosita efirida bo'ldi. Joriy kengashning matbuot xizmatidan xabar qilishganday, qonun asosida nikohning ijobiy tomonlari va voyaga yetmaganlarga FHDYO organlarida ro'yxatdan o'tmasdan turib nikoh o'qitish tadbirlarini olib borgan din vakillari jinoiy javobgarlikka tortilishi qaralgan. Xitoyda bahor bayrami nishonlanayotgani sababli 7 fevraldan boshlab Bejin bir haftaga Qirg'iziston bilan chegarasini yopadi. Davlat chegara xizmatidan xabar qilishganday, To'rg'art avtomobil yo'li o'tkazish punkti 14 fevralda, Erkashtam mashina yo'lini o'tkazish punkti 15 fevralda ochiladi. Xitoy Xalq Respublikasi bayramlari bois chegarani vaqti bilan yopib turadi. Ikki o'lkaning chegarasi 1084 chaqirimni tashkil qiladi. Demarkatsiya ishlari 2013-yili to'liq hal qilingan. Dasturimizni xalqaro xabarlar bilan davom ettiramiz. Angliyada to'siqlardan sakrab o'tish bo'yicha an'anaviy musobaqa bo'lib o'tdi. Unga dunyoning turli hududlaridan ishtirokchilar kelishdi. Musobaqada yugurib o'tuvchi yo'l uzunligi 15 kilometr bo'lib, yo'llarga turli qiyinchilikdagi to'siqlar o'rnatilgan. Bu o'yin dunyodagi eng qiyin musobaqalardan hisoblanadi. Angliyaning Wolverhampton shahridagi fermaga yaqin joyda minglab odamlar yig'ildi. Bu yerda har yili nishonlanadigan eng murakkab musobaqalarning biri boshlandi. Ishtirokchilar oldida olov, loy va suv kutmoqda. Bosib o'tiladigan yo'lning uzunligi 15 chaqirim. Yugurish davomida ular 12 metrlik to'siqqa, suv osti tunneliga va beton trubalarga duch kelishadi. Buning barchasi musobaqa uchun maxsus tayyorlangan. Musobaqa birinchi marta 1987-yili tashkil etilgan. Undan beri ishtirokchilar dunyoning turli burchaklaridan o'zlarini sinab ko'rish uchun tashrif buyurishadi. Qatnashuvchilar orasida ayollarni ham uchratish mumkin, biroq ularning barchasi ham marra chiziqqa yetib kela olmaydi. Bu yil g'oliblikni qo'lga kiritgan 22 yoshdagi Conor Hancock Angliyaning Sheffield shahriga kelgan. Bari dayarlığına qarayt. Men jеңишке жетериме ишенгенмин. Бул мелдеш үчүн мен тынымсыз машыгып жүрчүмүн. Бары аябай сонун болду. Musobaqada ishtirok etish uchun to'langan mablag'ning barchasi xayriya ishlariga sarflanadi. And at this moment in time have First Lady